ilm ikkitadir. Payg'ambarlardan kelgan din ilmi, Allohdan kelgan din ilmi. Ikkinchisi tibb ilmi dedilar. Qolganlarichi? Qolganlari kasb yoki hunarga oid dedilar. Hay birodarlar. Tabobat olma. Keling doktorlar haqida gapiraylik. Bizni doktorlarga aloqamiz yo'q. Otamiz, onamiz doktor emas. Lekin mana bu gaplarni eshiting. Tabiblarni 5 ta maqomi bor ekan dinimizda. Nima uchun tabiblarni doktorlarning oldida nima qo'lni qo'shtirish turish kerak ekanmi? Shunaqa qilish kerak ekan. Maqomini eshiting. Birinchisi tabib habib dedilar. Ya'ni tabibni urushda o'ldirish mumkin emas ekan, asirga olish mumkin emas ekan doktorni. Shunaqa statusi bor ekan, shunaqa maqom bor ekan doktorni. Ikkinchisi tabib mahram dedilar. Tabib nomahram ko'rishi mumkin bo'lmagan joyni ko'rishga haqqi bor ekan. Qani oching, ana ko'rsating desa, ko'rsatish kerak ekan. Xotinni rashk qilib bo'lmas ekan tabibdan. U tabib u, birodarlar, va operatsiya qilish kerak u. Uchinchisi tabibga aytgan gapi hukmga o'tar ekan. Aytsa masalan musulmon mo'min tabib, taqsir sizni oshqozoningiz yaxshi emas, roza tutmay turing desa, shuni gapini qilish kerak ekan, qaysarlanmaslik kerak ekan. O'tirib namoz o'qing, egilib o'qisangiz bo'lmaydi desa, o'tirib namoz o'qish kerak ekan. Tabibga aytgan gapi hukmga o'tar ekan. Siz bizni gapimiz o'tmaydi hukmga. Gapiraveradi hammasi. Birodarlar, tabib shunaqa hukmi bor ekan. Va to'rtinchisi, tabibga beriladigan nazri niyozlar el ichida beriladigan nazri niyozdan baland bo'lsinki, tabib boshqa ish axtarmasin degan. Ya'ni masalan bir molni so'yib, go'shtini tarqatishlik 100 ming so'm tursa, masalan deb olaylik, farazan qilaylik. Tabibga 110 ming so'm pul berish kerak ekan. Masalan, nega? Shu tabib ishini to'xtatib, biznesga urib ketmasin, ishlab chiqarishga urib ketmasin, ilmi bilan shug'ullansin. Bu birinchisi. Ikkinchisi tabibga yaxshi haq berib tursa, odamlar bolasini doktor qilgisi keladi. Meni ham bolam boy badavlat yashasin deydi. Bu insoniylik omili bu. Buni natijasida sog'lom raqobat vujudga keladi. Shuni o'rtasida tabiblar tanlanib chiqadi. Agar ilm ahli ko'p bo'lsa, albatta bitta ilg'ori chiqadi. Hazrati Navoiy chiqishlari uchun shu darajada holat bo'lgan ekanki, Hazrati Navoiyni eshaklarini ushlab turadigan odam ham zo'r she'r o'qib orar ekan o'sha zamonda. Shuning uchun Hazrati Navoiy hammasidan ilg'or ekanlar. Tabobat ilmini ko'pchilik bilsa, bundan ilg'ori shug'ullanadi. Shuning uchun tabiblarga beriladigan haqlar, nazri niyozlar baland bo'lsin. Va oxirgisi 5-inchisi, birodarlar, tabibni hurmati vojib ekan. Tabibni behurmat qilgan odam payg'ambarni behurmat qilgan bilan barobar ekan. Shunaqa degan kitobda. Nima deysiz? Birodarlar, ilm o'qiylik ekan.